Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala rasulina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum aziz dindoshlar, mo'min musulmonlar. Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsinki, ulug' oylarda muqaddas duolar qabul bo'ladigan kunlarda turibmiz. Bu Ramazon oyidir. Biz bu oydan juda ham unumli foydalanib qolishimiz kerak. Bu bizga berilgan juda katta imkoniyatlardan biridir. Chunki bu oyda mo'min musulmonlarning qilayotgan amallari bir necha barobar ko'paytirib berilar ekan. Biz har kuni roza tutyapmiz. Alhamdulillah. Alloh taolo mana shunday baxtni biz musulmonlarga nasib qilgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'z hadislarida kim Alloh uchun, xolis Alloh uchun bir kun roza tutsa, Alloh taolo uni do'zaxdan 70 yillik masofa uzoqlashtirib yuborar ekan. Bu qanday ham baxt. Biz har bir tutayotgan ro'zamiz uchun 70 yillik masofada do'zaxdan uzoqlashib boryapmiz. Alloh taolo bizni do'zaxdan uzoq qilsin va hammalarimizni jannatga kiritsin. Bir narsani bilib qo'yishimiz kerak. Ro'zadorlar uchun Alloh taolo juda ham katta mukofotlarni va'da qilgan. Ulardan eng buyugi jannatning Rayyon darvozasidan kirishdir. Azizlar, jannatning Rayyon darvozasidan ro'zadorlar kirib boradi. Hammadan avval juda ham ko'rkam holatda, juda ham go'zal shaklda jannatning eng ulug' darajalaridan birida ro'zadorlar bo'ladi. Biz mana shunday katta baxtga erishishimizni his qilib ibodat qilsak, Alloh taolo bizni albatta mana shu baxtga erishtiradi. Faqat ro'zani riyo uchun yoki xo'ja ko'rsinlik uchun emas, yoki men ozishim kerak yoki sog'lig'imni tiklashim kerak degan niyatda emas, xolis Alloh uchun, Alloh taolo Robbim menga buyurgani uchun tutyapman bu ro'zani deb inson o'zini niyatini xolis qilib olish kerak ekan. Alloh taolo bizga ro'zani Ramazon oyida farz qildi va aytdiki, shoyatki taqvo qilsangiz. Chunki mana shu ro'za bizni nafaqat jismoniy, balki ruhiy tomondan ham tarbiya qiladigan juda ham go'zal ibodatdir. Azizlar, ro'za tutishning asosiy shartlaridan biri faqatgina yeyish va ichishdan tiyilish emas, balki ruhiy tomondan ham inson o'zini tarbiya qilishidir. Boshqa odamni g'iybat qilmaslik, yolg'on gapirmaslik, hech kimga hasad qilmaslik yoki birovning qalbiga ozor bermaslik, boshqalar bilan gina qudrat arazlashgan bo'lsa, o'rtasini isloh qilishlik. Mana shunday yomon illatlardan tiyilishga o'rgatadi. Boshqalar bilan arazlashgan bo'lsa, o'rtasini isloh qilishga intilish. Boshqa bir insonlarga yaxshiliklar qilish, xayr va saxovat qilish, ko'proq Qur'on o'qish, Allohning zikri bilan mashg'ul bo'lish, kechalari qiyomul laylda turish, ya'ni ibodatda, tarovih namozlarida turish. Mana shunday go'zal fazilatli amallarga bizni Ramazon oyida Alloh taolo ruhimizni tarbiyalab borar ekan. Biz mana shu Ramazon oyida taqvoni mustahkam ushlab, gunohlardan tiyilishni o'rganib, ibodatlarimizni ko'paytirib, Alloh taologa ko'proq qurbat hosil qilishni o'rgansak, albatta yilning boshqa oylarida ham Alloh taolo bizni mana shunday go'zal amallarda bardavom qilar ekan. Alloh taolo barchalarimizga mana shunday go'zal amallarda bardavom bo'lishlikni nasib qilsin. Azizlar, biz bu oydan shu darajada foydalanib olaylikki, go'yoki tasavvur qiling, sizni kimdir bir xonaga qamab qo'ydi. Bu xonada tillalar, boyliklar, oltinlar bisyordir. Bizni xonaga qamagan inson aytdiki, senga 1 soat muhlat. Mana shu 1 soat ichida kerakli narsalar bilan qo'lingdagi qopingni, sarmoyangni to'ldirib olgin dedi. Biz mana shu 1 soatimizni qanday o'tkazgan bo'lar edik? Hech narsani o'ylamagan bo'lar edik. Behuda gap so'zlar yoki behuda ishlar bilan mashg'ul bo'lmasdan faqat va faqat qo'limizdagi qopimizni boyliklarga to'ldirishga 1 soat davomida ko'proq sarmoya yig'ishga harakat qilgan bo'lar edik. Azizlar, Ramazon oyiga ham mana shunday qarashimiz kerak.
Chunki Ramazon oyida biz uchun qanchadan qancha boyliklar bisyor sochilib yotibdi. Faqat biz uni terib olishimiz kerak. Qanchadan qancha imkoniyatlar yotibdi. Gunohlardan poklanib olishdek ulug' imkoniyat bor. Alloh taologa tavba qilib, mag'firat so'rab, Alloh taolodan yalinib yolvorib, avvalgi gunohlarimizni kechirishini so'rasak, albatta Alloh taolo mana shunday oylarda kechiradi. Chunki Ramazon tavba oyidir. Ramazon mag'firat oyidir. Roza tutganimizda iftorlik yaqinlashganida, iftorga oz daqiqalar qolganda rozador duo qilsa, albatta rozadorning duosi mana shunday daqiqalarda qabuldir. Biz iftorlik dasturxonida iftor vaqtini kutib, og'iz ochish vaqtini kutib o'tirar ekanmiz. Bekor o'tirmaylik. Ko'proq duo bilan mashg'ul bo'laylik. Alloh taolodan qalbimizda nimaiki niyatlarimiz, nimaiki istaklarimiz bo'lsa, tinmay mana shunday og'iz ochish asnosida so'rab olaylik. Chunki Alloh taolo rozadorning duosini mana shu vaqtlarda qabul qiladi azizlar. Gunohlarimizdan poklanib olaylik. Alloh taologa yalinib yolvorib tavba qilaylik. Chunki biz osiy bandalar hayotimiz davomida har daqiqa, har soniya gunoh qilib qo'yamiz. Biz mana shunday gunohlardan tiyilishdek, mana shunday gunohlardan poklanishdek imkoniyatni Ramazon oyida topar ekanmiz. Alloh taolo barchalarimizni gunohlarimizni mag'firat aylagan bo'lsin. Ramazon Qur'on oyi. Ko'proq Qur'on o'qishga harakat qilaylik. Zero Alloh taolo Qur'onning har bir harfiga juda ham katta ajrlar, katta savoblar va'da qilgan. Bizning kechalari qiyomul laylda, tarovih namozlarida Qur'onni qorilarga somi bo'lib tinglashimizning o'zida ham qanchadan qancha katta ajrlar, qanchadan qancha katta savoblar yotibdi. Alloh taolo mana shunday imkoniyatlarni bizga bergan azizlar. Biz mana shunday imkoniyatlardan foydalanib olaylik. Chunki bilamiz, bu dunyo o'tkinchi ekanligini. Biz oxiratimiz uchun ko'proq sarmoya olib, sarmoya yig'ib olaylik. Bu sarmoyani eng ko'pini biz Ramazon oyida yig'ishdek baxtga musharraf bo'lamiz agarki biz Ramazon oyini go'zal shaklda, Alloh taolo buyurgan shaklda, Rasulimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlari ko'rsatib bergan shaklda Ramazon oyidan foydalansak, albatta oxirat uchun biz juda ham katta sarmoyaga ega bo'lamiz. Ramazon saxovat oyi. Rasulimiz sollallohu alayhi vasallam aynan Ramazon oyida saxovat qilish bo'yicha shamoldan ham tez bo'lgan ekanlar. Biz agar imkoniyatimiz bo'ladigan bo'lsa, qanchadan qancha qiynalgan, qanchadan qancha birovning yordamiga muhtoj bo'lgan mo'min musulmonlar bor. Mana shu oyda ko'proq saxovat qilib qolaylik. Chunki boshqa oylarda qilgan ihsonlarimizga nisbatan Ramazon oyida qilgan ihsonimizning savobi bir necha chandon ulug' bo'lar ekan azizlar. Agar qo'limizda sarmoyamiz bo'lsa, boshqalarga yordam qilaylik, boshqalarga saxovat qilaylik, rozadorlarga iftorlik qilib beraylik. Rasulimiz sollallohu alayhi vasallam xurmo berib bo'lsa ham rozadorga iftorlik qilib bering deganlar. Biz ko'proq ihson qilishga harakat qilaylik. Bu oy tezlikda o'tib ketadi, lekin bizda hali imkoniyatimiz bor. Bu oydan imkon darajasida foydalanib olaylik. Bu oyni shundaylikcha o'tkazayotganlar ham bor. Bu oydan unumli foydalanib, sarmoyalar bilan chiqayotgan bandalar ham bor. Biz mana shunday bandalar qatoridan bo'laylik. Ramazon oyida demak yaxshiliklarimizni boshqa oylarga nisbatan yanada ko'proq ziyoda qilishga harakat qilaylik. Ko'proq duo qilaylik. Ibodatlarimizni ko'paytiraylik. Nafil namozlarni ko'paytiraylik. Tunlari qoyim, kunlari soyim bo'lishdek baxtga Alloh taolo bizlarni mana shunday Ramazon oyida bizlarga mana shunday baxtni ato qilgan ekan. Keyingi Ramazonlarga ham, keyingi Ramazonda ham ko'proq imkoniyatlardan foydalanishdek baxtni Alloh taolo bizlarga nasib ro'za aylasin. Biz duolarimizni keyingi Ramazonga yetkazishini ham Allohdan so'raylik. Chunki bir Ramazondan ikkinchi Ramazonga yetib bormayotgan insonlar ham bor. Alloh taolo barchalarimizni mana shunday ulug' oylarda, duolar ijobat bo'ladigan, duolar qabul bo'ladigan kunlarda Alloh taolo hammalarimizni gunohlarimizni mag'firat etib, mana shunday muqaddas oydan gunohlardan onadan yangi tug'ilganday poklangan holatda chiqmoqligimizni o'zi nasib ro'za aylasin. Tutayotgan ro'zalarimizni Alloh taolo qabul qilsin. Tunlari qiyomul laylda turganda olayotgan savoblarimizni, o'qiyotgan Qur'onlarimizni,
qilayotgan amallarimizni Alloh taolo o'zi dargohida benuqson, go'zal shaklda qabul qilsin. Alloh taolo barchalarimizga ushbu oyni muborakbod aylasin. Va sallallohu taala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin.